Assalomu alaykum. İpek texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha berib borilayotgan ma'lumotlarni davom ettiramiz. Bugun mavzuyimiz xom ipakni shakllantirish jarayonlari. Shu bo'yicha men ma'lumotlarni berib boraman. Pilla chuvish jarayonining maqsadi berilgan chiziqli zichlik va sifat ko'rsatkichlariga mos bo'lgan uzluksiz kompleks iplarni ishlab chiqarishdan iborat. Bunday iplar xom ipak deb yuritiladi. Yakka iplar esa pilla ipi deb yuritiladi. Demak, pilla chuvish jarayonida bir nechta pilla iplarni qo'shilishi natijasida xom ipak shakllanadi. Chuvish davrida pilla ipining bitta kompleks iplarga yig'ilishi dasta deb ataladi. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, bir nechta pilla iplar yig'ilgan qismi mana bu ilgich deb nomlanadi. Pastdagi pillalarimiz mana dastaga o'xshab, guldastaga o'xshab turganligi sababli dasta deb nomlayapmiz. Chuvilishi endi boshlangan pillalar, yangi pillalar, chuvilishi oxiriga yetib borayotgan pillalar esa eski pillalar deb nomlanadi. Mana rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, oq bo'lib turgan hamda qoramtirroq bo'lib turgan, ya'ni pillasi chuvilib oxiriga yetgan pillalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, pilla iplari dastasi yangi va eski pillalar yig'indisidan iborat bo'lishi kerak. Chunki pilla ipi tabiatan notekis hisoblanadi. Uni tekisligini to'g'rilash uchun aynan shu ish amalga oshiriladi. Yangi pilla iplarni dastaga kerak bo'lgan vaqtda to uni to'ldirish uchun ketgan vaqt kompensatsiyalash davri deyiladi va quyidagi formula bilan ifodalanadi. TK teng S taqsim V. Bu yerda demak esimizga berilgan pilla ipiga qarshi yetishmayotgan xom ipak qismi, V-imiz esa pilla chuvish tezligi. Bu narsani demak xom ipakni bir bo'lagi ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. Demak, pilla iplari 6 tadan iborat bo'lgan xom ipak tasvirlangan va yetishmayotgan pillalar. Bu uzilish natijasida, pillalar kamaygan natijasida shunday hodisa ro'y beradi. Barcha konstruksiyadagi pilla chuvish dastgohlarida quyidagi operatsiyalar amalga oshiriladi. Demak, xom ipakning qalinligini nazorat qilish va rostlash, pilla ipi uchlarini dastadagi pilla ipi uchlariga qo'shish, xom ipakning shakllanishi, xom ipakni uzilishini bartaraf etish, berilgan pakovkaga, ya'ni charxga xom ipakni yig'ish kalavaga hamda qoldiq pillalarni yig'ishdan iborat. Xom ipakning shakllanishi quyidagi chizmada yaqqol ko'rsatib o'tilgan. Demak, dasta tagiga pillalar tashlanadi. Bu yerda bir nechta pilla chuvish dastgohlari keltirilgan, ya'ni mexanik pilla chuvish dastgohi va o'zinish sistemasi, Ukraina sistemasi va Yapon sistemasi dastgohlari keltirilgan. Bu yerda xom ipakning shakllanishi texnologik jarayonlar ketma-ketligi berilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, agarda ularni mexanik va avtomatga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, mexanikda faqatgina nazorat qilish ko'z bilan, ya'ni organoleptik usulda amalga oshirilsa, avtomat pilla chuvish dastgohlarida esa nazorat qilish, nazorat apparatlar datchiklari orqali amalga oshiriladi. Pillalarni dasta tagiga tashladik. Berilgan chiziqli zichlikdagi xom ipakni olishga urinayapmiz. Bitta pilla kamaygandan keyin unga bitta pillani tashlaymiz va bu pillamiz ilgich bilan birgalikda 2-4 marta aylanib yuqoriga ko'tariladi va dastamiz to'ladi. Xo'p, endi ikkinchi element pilla iplarini ajratayotgan mahalimizda mana bu yerga e'tibor ozgina qaratib olamiz. Ajratib, ilgichdan o'tkazib,
yuqoriga rolik hamda pastki rolikka olib kelgandan keyin chirmovlash operatsiyasi bajariladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hamma sistemalarimizda chirmovlash jarayonlari keltirilgan. Demak, bu degani chirmovlash operatsiyasi eng muhim operatsiya hisoblanadi. Chunki eshish va to'qish korxonalari uchun yaroqli bo'lmaydi agar biz ularga ishlov bermasak, ya'ni chirlamasak. Demak, chirmovlash murakkab jarayon hisoblanadi va uning 3 ta vazifasi bor. Iplarni jipslashtiradi. Boya chizmada ko'rganimizdek bir nechta pilla iplarni jipslashyapti. Suv siqiladi, chunki suvda pilla chuvamiz va nuqsonlardan xoli qilinadi. Agarda shu ipi ajramagan qobiqlar bo'lib qoladigan bo'lsa, ular ajralib yuqoriga ko'tarilmaydi, shu yerda o'zida bartaraf etiladi. Chirmovlashning bir necha usullari mavjud. Ular italyancha, fransuzcha, vakanson hamda Locatelli usullari. Bularning orasida eng ko'p qo'llaniladigani mana italyancha usul hisoblanadi. Xo'p, chirmovlash mana jarayonimiz. Chirmovlashga kirayotgan mahalda ip buram oladi. Tekshirishlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, berilayotgan buramimiz 500 dan 2000 gacha yetar ekan. Xo'p, chiqqandan keyin, bu joydan chiqqandan keyin ipdagi buramlar yechiladi. Lekin tanada buram qolar ekan, u 20 tadan 130 tagacha borishi mumkin ekan. Xo'p, chirmovlash natijasida o'zi tanasida bor bo'lgan 225-230% gacha namlik chirmovdan chiqqandan keyin 120-125% ga tushishi mumkin ekan. Ya'ni boyaga aytganimiz vazifalardan bittasi namligini yo'qotish edi. Xo'p, endi bu yerda yana bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Shu chirmovlash chirmovlash natijasida ipga shakllantiryapmiz. Ya'ni bir-biriga jipslashtiryapmiz. Endi unga berilgan qonun-qoida bor. Ya'ni chiqish burchagi, ya'ni ayrilish burchagi 80-85 gradus bo'lishi kerak. Agarda mana shu burchak yetishmas ekan, bunda ipning bog'lanuvchanligi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatkich. Tozaligi, nuqsonlari bo'yicha tozaligi ko'payib ketishi, namligi ortiq bo'lib qolishi mumkin. Demak, pilla iplaridan xom ipakni shakllantirish barobarida shuni aytishimiz mumkinki, chirmovlash operatsiyasi hamda pastdagi dasta tagidagi pillalarni sonini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa hisoblanar ekan. Agarda shu narsalarga e'tibor bermasak, yig'ilayotgan xom ipagimiz yaxshi shakllanmagan, ya'ni me'yorda shakllanmagan hisoblanadi va ularni biz to'quvchilikda hamda eshish korxonalarida qayta ishlashda qiynalamiz.